Tovarlar nima bo'layapti aka? Kecha kelish kerak edi, qabul qilib oldinglarmi? Ha, kecha keldi. Bolalarga aytdim, skratga tushirib qo'ydi bolalar. Mumkinmi? Kesirlar. Qahramonlar o'tiribmiz tomonga, birodar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz uka. Qahramonlar o'tiribmiz tomonga. Nima xizmatlar bizga? Xo'p aka, endi maqsadga o'tsak aka, O'sh shahrida bir katta ko'zga ko'rinarli magazin ochsak. Suvner do'kon qilibmi? Shunga bir 30 mingmi, 40 mingmi ko'kidan ajrata olasizmi? Daromadi yaxshi bo'ladigan bo'lsa uka, ishlaramiz. Bizga farqi yo'q. Unda siz bilan kelishdik aka. Shu bir haftaning ichida tovarlarni olib keltirib, shu do'konni ishga sovorsak. Bo'ldi uka. Xudo xolasa 7 yil bolalar uchraydi. Pul bilan Mayli. Unda bizga ruxsat. Aka, sog' bo'lasiz, charchamang. Aka, charchamang. Kim ukoz bo'ladimi? Ukaxon. Ishonsa bo'ladimi? Vaqt oliy hakam aka. Karama ko'rinarkanda shunga aytaman-da. Endi biznesda eng katta ish tavakkal. Tavakkal qilaveramiz. Bo'linglar bolalar, tez. Men 10-siga ochilishimiz kerak. Harakat qilinglar tezda. Alloh barakasini bersin. Zo'r bo'pti, qo'shni bitta bo'pti-da do'konlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar. Biz ham ancha pul tikib qo'ydik. Bu yog'iga hisob-kitoblar nima bo'ladi endi uka? Shu deysiz aka, hisob-kitob qildim kecha. O'ylab qarasam, do'konni bitta odam ishlatgani yaxshi ekan. Uka, dogo'rlar qana bo'ladi ko'ylar shartnomalar unda. Aka, hamma narsa qonuniy. Bo'lib ham do'kon o'zimning nomimda. Nima qila olasiz? Pulinglarni kelsak 1-2 yilda qilib beraman. 30 ming dollarmidi? 30 ming dollar bilan men hech qachon kambag'al bo'lib qolmayman uka. Alloh taolo menga uni 3 barobar qilib beradi. Aka ketdik. Uka, sizga ishongan edi. Yaxshi qilmadingiz. Bunday o'g'il lafz bo'lish kerak edi.